Assalomu alaykum do'stlar, mana men boyman. Bugun men sizlar bilan boy va kambag'al videosini olaman. Voy, mana kecham kirib qopti. Do'stlar, kambag'al degan bitta bola meni pullarimni oldi. Assalomu alaykum do'stlar, mana erta tongda voy, mana cho'chqani qaranglar meni uyimda. Zombi go'shti nima qilyapti meni o'g'lim? Mana qorami qora yaloq tashlab ketgan burada. Mana wow! Meni o'g'irlagan. Albatta padark. Axir do'stlar, menda pul ko'p. Chunki men boyman. Mana uyimni qaranglar. Mana zo'rmi gulbacham bor mana. Qaranglar, sof tilladan buzilmaydi bular. Do'stlar, mana eshikdan ta'mirlatish kerak sanmayapti. Men uyqum kelyapti erta kundan. Bo'pti do'stlar, keyinroq ko'rishamiz. Do'stlar, mana ko'pa kunduzi turdim. Mana bu pullarni qarang. Voy! Mana qashshoqni narsasi meni uyimda nima qilyapti? Bugun aytgancha oylik berishim kerak edi. 9 bermaymiz. Hay do'stlar, u axir kambag'al bo'lsa. To'g'ri. Negadir kambag'al ketib qoldi. Men sizlarga kecha kuni kambag'alga zo'r narsa qilib turgandim. Qaranglar do'stlar, men sizlarga zo'r narsani o'rgatdim. Tushamiz, mana kecha kambag'alga shunday kulbacha qurdirdim. Mabodo kambag'al bo'lib qolsam, mana hech narsa yo'q sandiqda. Ustidan yurasdim, kelinglar jonim kerak, yana kambag'al narsalarni o'g'irlab qo'ymas. Voy, kambag'al yo'q ekan. Mana bu oylik maoshi. Albatta 900 minutdan beriman do'stlar. Axir u kambag'al bo'lgan bilan odam. Men sizlarga hozir zo'r mo'jiza ko'rsataman. Aytgancha men bu nimada yangi blogerman, shuning uchun YouTuber yangi ochdim. Yangi YouTuberman, shuning uchun qo'llab-quvvatlab obuna, subscriberlar bosib qo'yasizlar. Do'stlar, qaranglar, meni yangi yotoqchamni kechagina sotib oldim. Men sizlarga nima yasayman? Aytaymi? Bu bo'sh sandiqlarga ahamiyat qilmang. Mana bularni ko'ringlar sizlar. Shunday tasavvur qilasizlar. Menda nima bor edi ekan? Hozir do'stlar. Meni yangi YouTube kanalimga xush kelibsizlar avvalambor. Daraxt kerak menga, daraxt chopish uchun bolta kerak. Bolta uchun albatta sandiqdagi bolta kerak do'stlarim. Qaranglar, menda eng kuchli bolta bor. Do'stlar, endi daraxtni qayoqdan topaman? Daraxtim bor-ku axir menda. Do'stlar, albatta sizlar men daraxtimni ko'rmagan. Daraxtim mana. Do'stlarim meni. Mana 49 tadan nima yasamoqchi ekan deb qiziqyapsizlarmi do'stlar? 49 tadan albatta bog'och yasayman. Undan so'ng esa o'ylab ko'raman. 49 mana qaysi do'stlarim, men uyimga yangi gilam olmoqchi edim. Qachon tugashni xohlayotgan do'stlar? Men hozir avvalambor deb qo'limni sanashim kerak deb aldimmi sizlarni. Do'stlar, mana men hozir bittasidan yasalar. Axir menga 20 tadan oshiq kerak. To'g'rimi do'stlar? Bir 30 ta yasasak yetib qoladi.
Yetmasa yana yasaymiz, to'g'rimi do'stlar? Men hozir qilichlardan oltinlarim bor meni, boyman chunki men undan. Ko'rdinglarmi do'stlar? Men yo'qotib qo'ymaslik uchun подписка bosdim. Shunaqa hazilkash odam. Tugmali bu, mana ko'rdinglar? Ati tugmali qo'yaman. Chunki chiriq degan ovoz menga yoqadi. Mana ko'rdinglarmi? Eshikni ham ochib yordam berib turmatik ham qo'yib qo'yamiz. Yetmay ekan do'stlar. Bu yerga qo'ydimmi? Qo'yibman. Super o'yinlar yaratib. Ko'rdinglarmi do'stlar? Men qo'shiqchiman, blogerman. Bo'lajak bloger axir. Men bloger emasman-ku, to'g'rimi do'stlar? Sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bo'lsa, albatta bloger bo'laman. Mana shunlardan bilaman do'stlar. Yetib qolar. Hozir do'stlar. Do'stlar, shunchadan yasab olay. Shuncha yasashimda gapirib o'tirmayman-ku do'stlar, to'g'rimi? Ungacha men videoni salgina kesib olaman do'stlar. Qilib borib videoga ulashaman. Mana do'stlar, qilib bo'ldim. Gilamchalarni endi joylashtiryapman mana. Uji bo'lay dedim. Do'stlar, men bilan zerikib qolmayapsizlarmi? Agar zerikayotgan bo'lsangiz, bemalol men sizlarni ushlab turganim yo'q, to'g'rimi do'stlar? Meni bitta ukam bor do'stlar, shu bilan agar shu videomizga 50 yo'q. To'xtanglar do'stlar. 100 like bo'lsa, mana 100 like bo'lsa, ukam bilan olib chiqaman keyingi videolarda. Mana 2 ta oshib qoldi. Ana do'stlar, endi men sizlarga ko'rsataman. Shakir qiladi. Mana qaranglar, bu ham soxtalardan. Oltinni yaxshi ko'raman-ku do'stlar, to'g'rimi? O'zingiz ham bilasizlar. Bu ko'sa kambag'aldi. Kambag'al deb chaqirsam yugurib keladi do'stlar. Axir u kambag'al ukam-ku, to'g'rimi do'stlar? Endi ukam kelsa kambag'al videosini olaman. Qaranglar do'stlar, yotog'ini ko'rdinglarmi do'stlar? Keyingi safar boy va kambag'al videosining ikkinchi qismi chiqishi uchun albatta podpiska bosib, like'larni ayamanglar do'stlar. To'g'rimi do'stlar? Shuncha joyda qilgandan keyin charchamay bo'lmaydi. Men jiddiy yotib uxlar. Bitta do'stlar. Do'stlar, mana qaranglar do'stlar, men sondondagi pullarimni ko'rsataman. Voy, pullarim o'g'irlashdi. Kambag'al. Qanisan? Kambag'alni hozir o'ldiramiz. Kambag'al, qanisan? Iflos. Kambag'al xo'ran keladi-yu, bu uyini tagidan. Wow. Hujratcha. Bu yerdan narsalar uzildi. Demak, kambag'al meni narsalarimni o'g'irlab qochib ketgan. To'g'rimi do'stlar? Shunday jinni odam bo'ladimi? Shunday kambag'al odam bo'ladi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Men shu narsalarni berib hadiya qilib yursam, bu esa meni qochib ketdi. Do'stlar, sizlar ham
hayron bo'lyapman, kambag'al bilan nima deyishiga bir xil. Chunki kambag'al men olib berganman o'sha eshikni. $1 milliard. Kecham kirdi, mana o'qiymiz endi. Do'stlar, mana videolarimiz tayyor bo'ldi. Do'stlar, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta menga obuna tugmachasini bosib qo'ying. Axir sizlar uchun bu qiyin emas-ku. Men yuzimni ko'rsataman. Men nega qiz bola video olyapti desangiz, men shunda qilman. Do'stlar, ko'rdingizmi? Men daraxt yasashni bilaman. To'rttadan 3 ta chiqdi. Ko'rdinglarmi do'stlar, mana meni. Bu mag'ir. Minecraftdagi yuzim. Ammo Minecraftda o'g'il bo'laman. O'g'il bola rolini o'ynasam, hayotda qiz bo'laman. Shu joyimizga 1000ta nima chiqsa, like bosilsa, men 1000ta like bosilsa, ikkinchi qismi ukam bilan bo'ladi. Do'stlar, videoni yo'qotib qo'ymaysizlar, chunki sizlar like bosdingiz deb o'ylayman. Do'stlar, sizlar mening faxrim, sizlar. Do'stlarim, sizlar meni bu bo'lmish holatimda ko'rmadinglar. Men ham sizlardan eshitmadim, shundaylar. Do'stlar, meni kiyimlarim bor edi-ku, qani meni kiyimlarimni chopatib do'stim deb bo'lmaydi, chopatirdi. To'g'rimi do'stlar? Sizlar meni obunachilarim bo'lishingiz mumkin. Faqat menga like tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar, like bosinglar, podpiska bosinglar. Men sizlarga albatta ikkinchi qism chiqishiga yordam beraman. Do'stlar, xayr, bu videomiz tamom. Ikkinchi qismi uchun tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Haligi bo'lmish qayerda yurdikin? Bo'pti do'stlar, xayr. Bye bye.